Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, tajribalarga asoslanganda xotinlarning go'zal xulqli bo'lishi sababidan erlarmi go'zal xulqli bo'ladi. Buning aksicha, xotinlar sat xulqli bo'lsa, erlarning xulqimi buziladi. Er bilan xotin o'rtasidagi turmushda kelishish bo'lmasa, har ikkisi uchun zo'r hasrat va azob bo'ladi. Ro'zg'orning lazzati tugaydi, rohati tugaydi, tadbirlar buziladi. Jumladan, uy jamoat o'rtasida dushmanlik paydo bo'ladi. Bolalar aromsizlanadi. Buningdan ko'plagan ziyonli ishlar kelib chiqadi. Shuning uchun go'zal turmush kechirish uchun tirishish oldi bilan xotinlarning zimmasiga tushadi.